Assalomu alaykum. Bugungi tema xudo xohlasa TV zonalar haqida bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. 2025-yilda trendga aylanib bo'lgan mana shunaqa TV zonalar polностью mebel, gipsokardon hammasi ichida, usta haqqi material hammasi ichida qancha summaga qilish mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Mana shu ko'rayotgan TV zonangiz, xo'p, uzunligi 480 ga 290 razmer, polностью xo'p, karkaslar gipsokardondan bo'lgan. Bular polностью MDF da bo'lgan. Bular MDF panelda bo'lgan. Bular MDF laminatda bo'lgan. Polностью ko'rishlaringiz mumkin. Vakuumli polkalar. Polностью ana shu ko'rayotgan joyingiz, mana shu shkaflarning ichi polностью podsetkali bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa TV zonalar, usta haqqi material, MDFlar, shkaflar, televizordan tashqari, tagida gipsokardon, velvet panellargacha, mana polностью panel bralarigacha, podsetkalarigacha usta haqqi material hammasi ichida uy egasiga $1300 ga tushdi. Ko'ring, ishimizni sifatiga baho bering. Sizlarga ham shunaqa TV zonalar xizmati kerak bo'lsa agar bizga murojaat qiling. Sizni uyingizni ham hamma tomonlama eng oxirdagi trenddagi TV zonalardan qilib beramiz. Xo'p, nima deymiz? Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham foydali ma'lumotlar qo'yib ketishga harakat qilamiz. Sizlardan faqat podpiska, like, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. TV zonamiz qanchalik narxiga arziydi. Salomat bo'linglar.